Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana keyingi obyektimiz chiroyli uslubda, chiroyli fasondagi high-tech fason darvozamiz bilan bitirib berdik. Unga qo'shimcha nalichka, hop, kazirok stollarni qilib berganmiz. Hop, egalariga manzur bo'lgan degan umiddamiz. Xudo xolasa mana ranglarga keladigan bo'lsak, ranglari o'sha mokriy, devo kraskalardan foydalanganmiz. Nержавейкаlar unga yarashgan holatda qora nержавейкаlardan foydalangan. Tepa qismlar, tahiya qismlariga lazerlarni ochiq qilib berganmiz havo aylanishi uchun. Xo'p, darvozamiz ochilib yopilishlari yengil holatda bo'lishi uchun fachimli shanadan foydalanganmiz. Xudo xolasa ortiqcha kuch talab qilmaydi. Xo'p, darvozamiz mana kaziruklari, stollarni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, tepa qismlariga Lexandan havo va yorug'lik tushishi uchun foydalanib chiroyli uslubda qilib berganmiz. Hop. Materiallarga keladigan bo'lsak, tek qismi shivillar, yonlari shivillar, profillari 1.7 tena, illislari 1.8 plyusovli illislardan foydalanganmiz. Lazer qismlari ham chiroyli hisob yopiq holatda, ilk taglariga suv o'rnab qolmasligi uchun ochiq qilib berganmiz. Xudo xolasa. Ko'rishlari mumkin. Darvozamiz kimga manzur bo'lsa, kimga yoqqan bo'lsa, xudo xolasa aloqaga chiqaverasiz.